Bu Abbasiylar tarixidagi cho'ng qirg'inchilikning birisi hisoblanadi. Qirg'inchilikning vahshiyligidan ayollar nolib faryod qilib va Mu'tasima, ey xalifa Mu'tasim billah, sen qayerda deb to'lishadi. İmparator Teofil xalifa Mu'tasim billah xat yozib, Zabtar shahrini qaytadan qurib beray, asirlarning hammasini qo'yib o'tay, burunqidan jiqroq ulpan topshiray, chekinib ketsanglar deb yalvaradi. Mustansir billah Türk sanğullarının kuch ko'ritishi va yordam qilishi bilan dadasini o'ldirib xalifalik o'rniga chiqqandan keyin Abbasiylar davlati to'liq shaklda turklarning kontroliga o'tadi. Ilgari Abbasiylar davlatida turklarning nufuzi kuchli bo'lsa, endilikda bo'lsa Abbasiylar davlatini Türk sanğullar to'liq kontrol qiladi. Biz ilgirki dersimizde so'zlab o'tganimizdek Abbasiylarning 7-xalifasi Ma'munning oxirgi davri kelgan vaqtida Sharqiy Rim imperiyasi Abbasiylarning chegara rayonlariga hujum qilib Ozarbayjonni egallab oladi. Bunun qarshi xalifa Ma'mun o'zi qo'shin boshlab zo'r qo'shin bilan Bizantiya imperiyasiga qarshi qo'shin tortadi va u hozirgi Turkiyaninki Tarsus degan shaharga kelgan vaqtida yo'l ustida milodiya 833-yili vafot topadi. Undan keyin uning vasiyati bo'yicha uning inisi Mu'tasim billah Abbasiylarning 8-xalifasi bo'ladi. Mu'tasim billah Harun Rashidninki Türk ayoli Maridadan bo'lgan o'g'li bo'lib, nayt qobil qo'mondan edi. U xalifa bo'lgandan keyin akasining yurishini davomlashtirdi va shu jarayonda shu atrofda nurg'ulg'an turk askarlarini o'zining qo'shiniga elib, qo'shinni texmi kuchlantirdi. Ondan keyin Ozarbayjonni bosib olgan Bizantiya imperiyasiga qarshi keng ko'lamli urush ochadi. Urush xil uzun davomlashib, Mu'tasim billah oxirida g'alaba qiladi. Bizantiya imperiyasi bo'lsa mag'lub bo'lib, ulpan topshirishga majbur bo'ladi va Ozarbayjondan chekinadi. Bu urushda yengida qabul qilgan turk askarlar nayt qahramonlik va botirlik ko'rsatgan bo'lib, xalifa Mu'tasim billahning diqqatini nayt tortadi. Bu sababdan Bag'dod qaytishdan ilgari minglarcha turk askarlarini yana-yenidan qabul qilib Bag'dodga elib ketadi. Mu'tasim billah mana shunda g'alaba va yangi nurg'ulg'an turk askarlar bilan Bag'dod qaytgandan keyin orada muhofizatchilari va ba'zi muhim o'rinlarga bir-birlab turk askarlarini qo'yishga boshlaydi. Buning sababi biz yuqori degandek urushdagi turklarning qahramonligi bo'lsa, yana bir sabab bo'lsa Mu'tasim billahning onasining turk ekanligi bo'lishi mumkin. Mu'tasim billahninki orada muhofizatchilari va ba'zi o'rinlarga turk askarlarini bir-birlab qo'yish bilan birga minglarcha turk askarlari yangidan askar bo'lib qabul qilinadi. Samarqand va undan boshqa O'rta Osiyo shaharlaridan turklar ko'chishga boshlaydi. Shundaqla Mu'tasim billah davlatidan farislarning ta'sirini tozalab, ularning o'rniga turklarni qo'yishga boshlaydi. Bag'dod turklarga to'shib ketadi. Xalqning shikoyati kundan kunga ko'payishga boshlaydi. Bu sababdan Mu'tasim billah Bag'dodga yaqin keladigan Samira shahrini yangidan qurishga boshlaydi. Nihoyat isl binolarni soladi. Husn va go'zallik jihatda Bag'doddan husn talishqidek darajaga keladi. U Samira shahrini qurib bo'lgandan keyin butun turk askarlarini va turk fuqarolarining hammasini Samiraga yo'tkaydi. Ondan keyin o'zining qasri va Abbasiylarning poytaxtini Bag'doddan Samiraga yo'tkaydi. Shundaqla o'zining ordisi, muhofizatchilari va asosli qo'mondonlarning hammasini degudek turklardan qiladi. Ya'ni Mu'tasim billah Abbasiylar davlatini farislarning ta'siridan taltukus qutuldiradi, ammo uning o'rniga turklarni hukmron qiladi. Mu'tasim billah ilmiy taraqqiyotga aksiga o'xshash nihoyat ko'ngil bo'ladi. Uning davrida ilmiy munoziralar, ilm o'rganish madrasalari, maktablari nihoyat kengir ishladi. Mantiqa, falsafa nihoyat taraqqiy qiladi. Mu'tasim billah mushu davrda Mu'tazililar, ya'ni aqliyatchilarning fikriga xil moyil bo'lib ketadi. Mu'tasim billahninki farislarni davlatdan yiroqlashtirish siyosati natijasida Ozarbayjonda Shialar, ya'ni farislardan tashkillangan Shialar isyon ko'taradi. Hatto ular Harmiylar deb atalib yangi bir mazhab, yangi bir aqidani o'tirg'a olib chiqadi. Ya'ni islom, xristianlik, yahudiylik va otarishparastlikning hammasini bir yerga jo'g'lagan, hamma dinga teng e'tiqod qiladigan mana shu buzuq zindiqlarcha aqidani o'tirg'a olib chiqadi. Bu aqidani xili bozor tepib, atrofga nurg'un kishilarni to'playdi. Natijada Ozarbayjonning ko'p qismini mana shu Harmiylar egallab oladi. Xalifa Mu'tasim billah bu Harmiylarga qarshi turk sanğun Afshin boshchiligida qo'shin tortadi. Lekin bu Babak Harmiylarni xili o'zini mustahkamlab olgan edi. Bu sababdan Afshin boshchiligidagi qo'shin ular bilan 2 yil urush qiladi. Oxirida ularni mag'lub qiladi. Lekin Babaklardan tashkillangan bu Harmiylar oxirida Bizantiya imperiyasiga xat avatib, hozir Abbasiylar biz bilan urush qilib holdan ketdi. Dal hozir sizlar ularga hujum qilsanglar, ularni mag'lub qila olaysizlar deb ularni Abbasiylarga qarshi kuch ko'rsatdi. Ularning maqsadi bo'lsa, Bizantiya imperiyasi Abbasiylar bilan urushsa, o'ttirdan biz foyda olsak, ya'ni ikki qo'chqorni usishtirib qo'yib biz foyda olsak deb o'ylagan edi. Darvaqa Bizantiya imperiyasi ularning so'ziga aldanib Abbasiylarga qarshi qo'shin tortdi. Lekin bu vaqtda Afshin Harmiylarning hammasini tarmar qilib ularni mag'lub qilib bo'lgan edi. Lekin Bizantiya imperatori Teofil bo'lsa 100 ming kishilik qo'shin bilan Abbasiylar bilan chegaradashadigan Malatiyaga yaqin joydagi Zabtar degan shaharga hujum qiladi. Natijada Sepilni bosib kirib, aholini vahshiylarcha qirg'in qiladi. Nurg'un
nurg'un kishilarni o'ldiradi. Bu Abbosiylar tarixidagi cho'ng qirg'inchilikning birisi hisoblanadi. Qirg'inchilikning vahshiyligidan ayollar nolib faryod qilib va Mu'tasima, ey xalifa Mu'tasim billah, sen qayerda deb to'lishadi. Bu xabar xalifa Mu'tasim billahga yetadi. Xalifa Mu'tasim billah bo'lsa nihoyat g'azablandi. Uning ustiga Zabtar xalifa Mu'tasim billahning onasi Maridaning ona yurti edi, ya'ni tug'ilgan yurti edi. Xalifa Mu'tasim billah xalqqa umumyuzlik jihad safarbarlik e'lon qiladi. Natijada 400 ming kishilik qo'shin hozirlaydi. Xalifa Mu'tasim billah bu 400 ming kishilik qo'shinni 3 qanotga bo'ladi. Bir qanotga Turk Sanğun Afshinni, yana bir qanotga Turk Sanğun Eshnasni qo'mondan qiladi. Yana bir qanotga bo'lsa o'zi qo'mondanlik qilib Anqarada kurashadigan bo'lib, 3 yo'l bilan tang yo'lga chiqadi. Ya'ni Mu'tasim billahning ikki cho'ng qo'mondoni ikki qanot askarining beshiga chiqqan bo'lib, ularning ikkilisi Turk qo'mondonlar edi. Milodiya 838-yili Mu'tasim billah 3 qanotga bo'lgan bu zo'r qo'shin bilan Bizantiya imperiyasiga qarab yo'lga chiqadi. Ularning yo'lga chiqqanligidan xabar topgan imperator Teofil ularning oldin to'sish uchun zo'r qo'shin bilan ular qarab atlandi. Natijada imperator Teofil Afshin boshchiligidagi qo'shinning oldiga chiqadi. Bu ikki qo'shin nihoyat shiddat bilan urush qiladi. Natijada bo'lsa Afshin g'alaba qiladi. Imperator Teofil mag'lub bo'ladi. Imperator Teofilning mag'lub bo'lganligi xabari Qustantiniyaga, ya'ni Bizantiya imperiyasining poytaxti bo'lgan hozirgi Istanbulga yetib keladi. Lekin xato shaklda Teofil o'libdi degan bu xabar tarqaladi. Bu sababdan Bizantiya imperiyasi ichida, ya'ni Istanbulda nurg'unlagan qalaymaqonchilik yuz beradi. Lekin xalifa Mu'tasim billah Afshin va Ashnas boshchiligidagi zo'r qo'shin deyishkini bo'yicha Anqara qarab yo'lni davom qilyapti. Ular oxiri deyishkini bo'yicha Anqaraga yetib kelib uchrashadi. Xalifa Mu'tasim billah atrofdagilardan so'raydi. Bizantiya imperiyasining qaysi shahrining sepili eng mustahkam va Bizantiya imperiyasi uchun eng muhim deb so'raydi. Qo'shindagi qo'mondonlar va maslahatchilar Qustantiniya, ya'ni Istanbul va Amuriya, mush ikki shahar Bizantiya imperiyasi uchun muqaddas shahar. Shundaqla bu ikki shaharning sepili nihoyat mustahkam deydi. Xalifa Mu'tasim billah unda bo'lsa biz hujumni ana shu Amuriya shahridan boshlaymiz deydi. Qo'mondonlar, vazirlar bu sepilni olmoq nihoyat tas. Tarixdan bu yerga hech kim chaqilib boqqan emas. Shundaqla bu shahar Bizantiya imperiyasi uchun muqaddas bir shahar. Shunga tas bo'lishi mumkin deydi. Lekin Mu'tasim billah keskin irodasini bildirib, milodiya 838-yili 1-avgust kuni Amuriyaga yetib keladi. Bu vaqtda imperator Teofil bo'lsa Istanbulda yolg'on xabar sababli chiqqan qalaymaqonchilikni besiq turishlar mashg'ul edi. Mana mushu vaqtda Abbosiylar qo'shinining Amuriya shahrini muhosiraga olganlik xabari imperator Teofilga yetib keladi. Bu uning qo'liga chaqmoq chaqqandek bilinadi. Chunki bu vaqtda imperator Teofil Istanbuldagi qalaymaqonchilikni tinchitish bilan mashg'ul bo'lgachqa Amuriyani qo'g'dashga amalsiz kuchi yetmaydi. Bu sababdan imperator Teofil xalifa Mu'tasim billah xat yozib, Zabtar shahrini qaytadan qurib beray, asirlarning hammasini qo'yib o'tay, burunqidan jiqroq ulpan topshiray, chekinib ketsanglar deb yalvaradi. Xalifa Mu'tasim billah uning xatini topshirib olgandan keyin uning bu talabini rad qilib qolmay, xatni elib kelgan elchini qarab tug'izib Amuriya shahriga hujum boshlaydi. 11 kun uzluksiz hujum qilish orqali milodiya 838-yili 12-avgust kuni Amuriya shahriga musulmonlar, ya'ni Abbosiylar qo'shini takbir to'lg'unicha besib kiradi. Amuriyadagi Bizantiya qo'shini bo'lsa, musulmonlarning takbir sado ovozlaridan qo'rqib hammasi tashlab qochadi. Xalifa Mu'tasim billah bu shaharda 25 kun turib, bu shaharning hammasini to'liq kontroliga olgandan keyin nurg'unlagan g'animatlarni elib Bag'dodga qaytadi. Bu tarixdagi Amuriya urushi deb atalgan mashhur urushlarning birisi bo'lib, bu urush islom uchun nihoyat zo'r tuhfa qo'shgan bo'lsa, Bizantiya imperiyasining qarshi hisoblanadi. Chunki bu urushda Bizantiya imperiyasi o'zining muqaddas shahri bo'lgan Amuriyani qo'ldan berib qo'ygan. Amuriya xuddi bizga Madina qanday bo'lsa, Bizantiya imperiyasi uchun shundoq muhim edi. Amuriya urushidan taxminan 1 yil keyin milodiya 839-yili bir asrga yaqin hukm surgan Uyg'ur urug'un xalqi ichki qalaymaqonchilik sababli yemiriladi va xalqi bo'lsa sharqdan g'arb qarab ko'chib 3ga bo'linib 3 xalq quriydi. Birinchisi bo'lsa Yediqut xalqi, Qo'chu xalqi deb ataladi. Bular Turfan va uning atrofidagi shaharlarga o'rinlashadi. Bular Budda va Mani dinlariga e'tiqod qiladi. Yana bir bo'lagi bo'lsa Yettisur rayonlariga ko'chib kelib, Qarluq va Yag'ma qabilalar birlashib Qarxoniylar davlatini quriydi. Birinchi xona bo'lsa Ko'l Bilgixon bo'ladi. O'g'ilchaq davrida poytaxt Qashqarga yetkaziladi. Kuch va jo'g'rafiya jihatda eng kuchli Qarxoniylar edi. Yana bir bo'lagi bo'lsa Gansu yoki Kansu Uyg'ur xalqini quriydi. Amuriya urushidan keyin Abbosiylar davlatida turklarning nufuzi texnik kengaydi. Chunki Amuriya urushida ikki turk qo'mondan nihoyat zo'r tuhfa ko'rsatgan edi. Milodiya 842-yili xalifa Mu'tasim billah vafot bo'ladi. Uning o'rniga o'g'li Vasiq billah Abbosiylarning 9-xalifasi bo'ladi. Vasiq billah dadasi Mu'tasim billahga o'xshash isyonlarni bostirishda va davlatni idora qilishda turk sanog'ullarga ko'proq tayinadi. Shundaqla uning davrida turk sanog'ullarining nufuzi texmi eshib bordi. Shundaqla dadasiga o'xshash ilmiy xizmatlarga ahamiyat beradi.
Onun xəlifəlik dövrü təxminən 5 yil ətrafında davamlaşırdı. Vasiq Billahның qılğan körnəlik işi bolsa, iki hərəmə köngül bölüş idi. Bu iki hərəmə alohida köngül bölüb, iki hərəmdə namrat adam qoymagan. Yəni nurg'unlagan mal dunyolarni avatib, iki hərəm piqirib qasınmaydı deb Məscidil Haram və Məscid Nəbəviga nəhayət köngül bölüb işləgan. Şundaqla Rasulullahның avlodlari Hazrat Alining avlodlariga nəhayət yaxşılıq qılğan, ularga soğuk salamlarni avatib turgan. Xalifa Vasiq Billah milodiy 847-yili 5 yil xalifa bo'lgandan keyin qizitma kasali bilan vafot topdi. Xalifa Vasiq Billah o'zidan keyin vali ahdi saylanmagan edi. Bu sebepten onun çoğun komandani İta Hazar, yani Hazarlardan kelgan Türk sanğun. Bazı tarixlar bunun Uyghur ekanligini qayd qiladi. Bu İta Hazar va Vasip Turki va boshqa qazlar kengish orqali Vasiq Billahdan keyin Ja'far Mutawakkilni Abbasiylarning 10-xalifasi qilib saylaydi. Ja'far Mutawakkil nəhayət o'qimishli kishi edi. O xalifa bo'lgandan keyin jamiyatdagi bid'atlarni, shundaqla ahamiyatsiz munozara savollarning hammasini taqaydi. Shundaqla o Qur'on yaratquchimi yoki yaratilguchimi deganga o'xshagan bunday ahamiyatsiz munozaralarning hammasini cheklaydi. Shundaqla mushu munozara sababli turmaga tashlangan Imom Ahmad Hanbalni turmadan chiqaradi. Kishilar mazar qilib olgan, yordam so'raydigan, tug'mas ayollar bir bola tilaydigan Hazrat Husaynning qabrisini tuzilib o'tadi. Ya'ni sunnatni tirildirib bid'atga qarashtiradi. Siyosiy jihatda Abbasiylar davlatidagi turklarning nufuzini azaltishga qadam bosadi. Bu sababdan ba'zi sanğun qo'mondonlarni huquqidan ilib tashlaydi. Shundaqla Abbasiylar davlatining poytaxtini turklarning shahriga aylanib ketgan Samiradan Bag'dodga yo'tkaydi. Lekin atrofidagi qo'mondonlarning besimi tufayli amalsiz yana poytaxtni Samiraga yo'tkab keladi. Xalifa Ja'far Mutawakkilning davlatdan turklarning nufuzini azaytish siyosati turk qo'mondonlarni va ba'zi amaldorlarni ensirtadi. Bu sababdan turk sanğunlar Xalifa Ja'far Mutawakkilning o'g'li Mustansir Billahni kushkirtib, ya'ni dadasi qarshi kushkirtib, o'g'lining qo'li bilan dadasini o'ltirgizib o'tadi va xalifalik o'rniga o'g'li Mustansir Billahni elib chiqadi. Mustansir Billah turk sanğunlarning kushkirtishi va yordam qilishi bilan dadasini o'ltirib xalifalik o'rniga chiqqandan keyin Abbasiylar davlati to'liq shaklda turklarning kontroliga o'tadi. Ilgari Abbasiylar davlatida turklarning nufuzi kuchli bo'lsa, endilikda bo'lsa Abbasiylar davlatini turk sanğunlar to'liq kontrol qiladi. Hatto xalifa Mustansir Billahninki vali ahdiligi kimning bo'lishini turklar qaror qiladi. Ya'ni xalifa Mustansir Billah qo'ycha xalifaga aylanishga boshlaydi. Xalifa Mustansir Billah o'zining xatolashganligini kechikib his qilib qattiq pushaymon qiladi. Lekin pushaymon hech qanday foyda bermaydi. U kechalari yig'lab dadasini tushab, nəhayət azablanıb 1 yil bo'la bo'lmayla oxiri o'ladi. Mustansir Billah o'lgandan keyin turk sanğunlar Musta'in Billahni xalifa qilib saylaydi. Ya'ni turk sanğunlar xalifalikni boshqa bir tuqqanning avlodiga yo'tkib o'tadi. Chunki turk sanğunlar agar yana uning o'g'lini qilib qolsa, bovisining dadasining qisosini olishni ensirgaydi. Bu sababdan turk sanğunlar xalifalikni boshqa bir tuqqanning bolalariga yo'tkib o'tadi. Lekin Musta'in Billah turk sanğunlar bilan chiqisholmay, orasida ixtilof yuz berib, oxiri turk sanğunlar Musta'in Billahni taxtdan tushiradi va uning o'rniga Mu'taz Billahni xalifa qiladi. Ya'ni turk sanğunlar xalifalarni xuddi o'yinchi qo'xshash xolig'ini chiqaradi, xolig'ini tushiradigan mushundaq ahvolga keladi. Xalifalikning bu xil shaklda qo'rchoqqa aylanib qolishi Abbasiylar jug'rafiyasida tavinish paydo qiladi. Ya'ni Abbasiylarning Iroq jug'rafiyasidagi valiylar ayrılishga boshlaydi. Ya'ni mustaqil bo'lishga, o'zining davlatini qurishga boshlaydi. Turk sanğunlar bo'lsa, yana o'zining gapini anglamagan, siziqidan chiqqan xalifani yana tushirib, yana boshqa xalifa saylaydi. Ya'ni Mu'taz Billahni yana taxtdan tushirib, uning o'rniga Muhtadi Billahni chiqaradi. Muhtadi Billah xalifa bo'lgandan keyin davlatini turk sanğunlarning changalidan qutuldirish uchun cho'ng turk sanğunlardan birini o'ldirib o'tadi. Boshqa turk sanğunlar va boshqa turk amaldorlar birlashib xalifa Muhtadi Billahni o'ldirib o'tadi. Demak, xalifa bilan sanğunlar o'tirsida mana shundaq da'tilash, ichki ixtilof avjga chiqadi. Turk sanğunlar Muhtadi Billahni o'ldirib o'tgandan keyin milodiy 870-yili Mu'tamid Billahni Abbasiylarning 15-xalifasi qilib saylaydi. Mu'tamid Billah xalifa bo'lgandan keyin poytaxtni Samiradan, ya'ni turklarning markazi bo'lgan Samira shahridan Bag'dodga yo'tkaydi. Lekin bu sababli iqtisod chekinadi. Iqtisod chekinib, xalifalik kuchini yo'qotgandan keyin davlatda tavinish paydo bo'ladi. Shundaqla uning davrida Zanjila harakati yoki Zangila harakati deb atalgan bir harakat qo'zg'aladi. Inqilob qo'zg'aladi. Bu harakat bo'lsa, o'zini Hazrat Alining avlodi deb da'vo qilgan Ali bin Muhammad tarafidan Abbasiylar qarshi qo'zg'algan inqilob bo'lib, bu harakat uncha kuchli bo'lmasa-mu, lekin Abbasiylarning tavinib qolgan, ojizlashib qolgan paytda o'tirib chiqqan bo'lg'achqa, Abbasiylar bu harakatni bostirishda nihoyat qiynaladi. Hatto turk sanğunlarni avatib bu harakatni bostirish 14 yil davom qiladi. Oxiri Abbasiylar ularni mag'lub qilib tarmar qiladi. Mu'tamid Billahning xalifalik davri 23 yil davomlashgan bo'lib, 892-yili vafot topadi. Uning o'rniga Mu'tazid Billah Abbasiylarning 16-xalifasi bo'ladi. Mu'tazid Billah xalifa bo'lgandan keyin u o'xshashlar davlatini turklarning changalidan qutuldirish uchun harakat qiladi. Amaliyotda davlatning turklarning nufuzini to'g'ansir oziltadi. Shundaqla uning davrida iqtisod jonlanadi, gullanadi. Shundaqla Bizantiya bilan urush qiladi va urushda g'alaba qiladi. Ya'ni Mu'tazid Billahning davrida Abbasiylar bir oz o'ziga qaytadi, turklarning changalidan nisbiy shaklda qutuladi. Lekin oxirida yana turklar qo'lga olib, xalifa Mu'tazid Billahni majburiy taxtdan tushiradi. Ba'zi qarindoshlarimiz nima
Nima uchun bu turk sanog'ullar xalifani tushirib, yana birisini chiqarguncha o'zi xalifa bo'lmadi, huquqni nima uchun o'zi ilolmadi deb o'ylab qilish mumkin. U davrda xalifalikning bir xil muqaddas o'rni bor edi. Ya'ni xalifalik Rasulullohning jamiyati bo'lgan Abbosiylarda chuqum xalifa bo'lish uchun Abbosiylardan birisi bo'lish kerak degan bu ang butun musulmonlarning engini singib ketgan. Shunga turkdan birisi chiqib xalifa bo'lsa-mu, uni butun musulmonlar islom jug'rafiyasi qabul qilmaydi. Bu sababdan shaklga Abbosiylarning avlodidan birini xalifa qilib qo'yib, ishlarni turklar qilgan. Xalifalik bo'lsa diniy simvol shaklida hurmat qilinadigan, ammo itoat qilinmaydigan, siyosiy jihatda boshqa shaharlik valilar uning gapini anglamaydigan mushu holat kelib qolgan. Bu sababdan Abbosiylarning ba'zi valiliklari, shaharlari o'zi mustaqil bir davlat bo'lib shakllanishga boshlagan. Xalifalikka qarshi isyonlar bosh ko'targan. Masalan, milodiya 934-yili Shirazda farislardan bo'lgan Ahmad ibn Buvayhi boshchiligida bu farislar, ya'ni Shialar Abbosiylarga qarshi isyon ko'targan. Ammo xalifalik bo'lsa turk sanog'ullarning qo'lidagi o'yinchi qo'rish olmishib vergan. Masalan, Qahir billahdan keyin Razi billah bo'lgan, Razi billahdan keyin Muttaqi billah bo'lgan. Milodiya 944-yil kelgan vaqtda Muttaqi billahdan keyin Mustakfi billah xalifa bo'lgan. Xalifalik mushunda olmishib turgan davlat davolg'ich ishdagi vaqtda Buvayhilar texmi kuchlanib, milodiya 944-yil kelgan vaqtda Buvayhilar rasmiy kuchlanib Shirazda o'zining Buvayhi davlatini e'lon qilgan. Ular keyin kengayib Isfahanni egallagan, yana kengayib Bag'dodga hujum qilib, oxiri Bag'dodni qo'shib olgan. Shunday qilib xalifa Buvayhi Shi'larning qo'liga tushib ketgan. Ya'ni xalifa u vaqtda xuddi qimmatli angushtlarga o'xshash kim qo'liga olib olsa, islom jug'rafiyasini shuning orqali, ya'ni shuning nufuzi orqali kontrol qiladigan bir holatda edi. Shunga xalifani qo'liga olganlarmi, xalifaning dushman shaklida emas, xalifaning qo'g'dug'uvchisi, xalifaning himoyachisi shaklida o'tirib chiqqan. Masalan, Buvayhilarmi Bag'dodga kirgan vaqtda o'zlarini xalifaning himoyachisi, qo'g'dug'uvchisi deb atagan. Shundaqla xalifani hurmatlagan, ammo qo'liga huquq, siyosiy kuch bermagan. Shunday qilib Abbosiylar davlati turklarning qo'lidan chiqib Shia Buvayhilarning qo'liga o'tgan. Juma namozlarida, munbarlarda xalifaga duo qilish bilan birga Buvayhilarning podshohiga birga duo qilgan. Pullarga Buvayhilarning podshohining ismi birga besilgan. Bu ahvol 120 yil davomlashgan. Ya'ni 120 yil xaliflik Shialarning qo'lida, Shialarning changilida turgan. Bu jarayonda Mustakfi billah vafot topgan, undan keyin Muti billah xalifa bo'lgan, undan keyin Ta'i billah xalifa bo'lgan, undan keyin Qodir billah xalifa bo'lgan, undan keyin Qoim billah xalifa bo'lgan. Mushunda qilib Abbosiylar avlodida xaliflik shakliy jihatda davomlashgan. Xaliflik mana shunday siyosiy kuchini yo'qotib, diniy simvol shaklda Shialarning qo'liga tushib ketgandan keyin taraf-taraflarda valiliklar, ya'ni Abbosiylarning tavallikidagi islom jug'rafiyalari parcha-parcha davlat bo'lishgan. Yangi-yangi davlatlar qurilgan. Masalan, Misrda dastlabida Iqshidiylar davlati qurilib ayilib chiqqan. Liviya va Marokashda Fatimiylar davlati qurilgan. Bular keyin Misrni qo'shib olgan. Mosulda Hamdanilar davlati qurilgan. Samarqand va uning atrofidagi O'rta Osiyoda dastlabida Tahiriylar, keyin Samaniylar davlati qurilgan. Mana shunda xalifa o'zining kuchini yo'qotgan paytda bizning yurtimizda, ya'ni Sharqiy Turkistonda tarixiy o'zgarish bo'lgan. Ya'ni Qorixoniylar xalq ichida tarixiy o'zgarishlar bo'lgan. Seljuqiylar davlati qurilgan. Demak, Abbosiylar davlati turklarning qo'lidan chiqib, Buvayhilarning qo'liga kirgandan keyin islom jug'rafiyasi butunlay parchalanib, parcha-parcha ushoq davlatlar shakllangan. Abbosiylar xalifalari bo'lsa shakliy jihatda davomlashavergan. Masalan, Qoim billahdan keyin Muqtadiy billah Abbosiylarning 27-xalifasi bo'lgan. Ammo mushu mezgillarda Bag'doddagi ilmiy gullanish, islom dunyosidagi taraqqiyot, ilm ma'rifat bushuklari taraqqiy qilavergan. Bu faqat o'rdadagi siyosiy sahanda bo'lgan ishlar. Masalan, mana shu 27-xalifa Muqtadiy billah davrida bizning bobomiz Mahmud Qashqari Bag'dodga borib ilm tahsil qilgan. Shundaqla Turkiy tillar divonining bir nusxasini shu xalifa Muqtadiy billahga hadiya qilgan. Muqtadiy billahdan keyin Mustazhir billah xalifa bo'lgan. Uning xaliflik davri 22 yil davomlashgan. Undan keyin Rashid billah xalifa bo'lgan. Undan keyin Muqtafi billah xalifa bo'lgan. Undan keyin Mustanjid billah, undan keyin Mustazi billah, undan keyin Nasirleddinillah, undan keyin Zohir billah xalifa bo'lib, mushunda shakliy jihatda xalifa bo'lib 37-xalifa kelgan vaqtda Abbosiylar xalifaligi butunlay vayron bo'lgan. Ammo shu 37-xalifa kelguncha islom dunyosida ajoyib o'zgarishlar, ajoyib davlatlar maydonga kelgan. Ya'ni Abbosiylarning oxirgi 200 yil bo'lsa butunlay kontrol ichida va yoki o'zining kuchini yo'qotgan mushundaq davomlashgan. Bu jarayonda biz yuqori sanab o'tgan nurg'ulg'an davlatlar maydonga kelgan. Biz Abbosiylar qandoq yiqilgan, nima uchun yiqilgan, Abbosiylardan keyin Osmoniylar qandoq bosh ko'targan, bu masalalarni tushunish uchun Abbosiylar xalifaligi o'zining siyosiy kuchini yo'qotgandan keyin maydonga kelgan ushoq davlatlar bilan tunishib chiqishga to'g'ri keladi. Biz kelarki darsimizda Abbosiylar siyosiy kuchini yo'qotgandan keyin islom jug'rafiyasi shakllangan Samaniylar davlati, G'aznaviylar davlati, Seljuqiylar davlati, Qorixoniylar davlati va Fatimiylar davlatlari haqida qisqacha to'xtalamiz. Chunki biz bu ushoq davlatlarni tushunmasak, keyingi uyg'unish va Osmoniylarni tushunmaymiz. Unda bo'lsa diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Lar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta Hamza kabi hem arslan. Düşman gelse şiddet bilen sel bulup Asla bulsun
ahzob kuni yodimda